Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Hammaga kirib kelgan Ramazon oyi muborak bo'lsin. Demak, biz bugun shu tarkibdan bittasini ushlashimiz mumkin. Shu tarkibdan mana 104 dan 107 gacha, ya'ni xo'p, kunlik vazifalar buni har kuni kutish shart emas ekan. Hozir bir kunda hammasini o'ynab qo'ysangiz bo'ladi. Mana ochildi bizda Mascherano, bu va 104 dan 107 gacha Messi, Yamal, Martinez, Rudiger, Valverde bitta tushishi mumkin. Qani, let's go, ketdik. Bizga Yamalini yoki Leo Messini berib yuboriltimoz. Bizga Totti juda omadli kelgan. Qani bu safar kimni berish mumkin? Xo'sh, Argentina. City. Martinez Interdan. 106 Martinez. Messi deb o'yladim Argentinani. Yaxshi, yomon emas. Sizlarga kim tushdi do'stlar? Yozib qoldiramiz kommentariyada. Bugun ajoyib open paklar bo'ladi do'stlar. Endi esa biz 3000 talik pak ochamiz. Birinchi Tottidan keyin Karnavaldan ham ochamiz. Ya'ni Karnavaldan kim tushar? Xo'p, mayli, birinchi Karnavaldan boshlaymiz. Karnavaldan hali yangi o'yinchi tushishi mumkin. Roberto Carlos janoblari. Qani ketdik, kim tushishi mumkin? Karnaval. Bonus incredible player. Let's go. Brasilia. Leme. Napoli. David Neres. Kim bu? Tanıysizlar mı? Kim bu? David Neres. Brasilia. Kim bu? Xo'p, bizga omadli bo'lgan Tottidan boshlaymiz do'stlar. Totti 3000 talik qani? Mana. Qani, let's go, come on, Buffon. Yoki Vini. Vahşi Vini. Ketdik, let's go. Xo'sh, Angliya, Sam, Chelsea, Palmer janob olilarini kutib olamiz do'stlar. Bugun yaxshi. 106 Martinez, 105 Cole Palmer. Sovuq. Yaxshi. Bizga Samga Ronaldinho bor, lekin biz buni Tottidan almashtirib olsak bo'ladi yoki zaxirada Palmer janob olilarini o'ynatmasdan bo'ladi. Demak, biz davom etamiz. Keyingisi bizda extra time bor. Bizga omadli bo'lgan extra time. Hozircha yomon emas. 106, 105 o'yinchilarni ushladik. Extra timedan bizga juda omadli bo'lgan. Bilasizlar kimlarni ushlaganmiz? Biz Ronaldinhoni ushlaganmiz, Beckhamni ushlaganmiz, Rivaldoni ushlaganmiz. Bu safar Vinini ushlaymizmi nima? Qani 40 ming talik. Ketdik. Let's go. Uyaltirma. Xo'sh. Ay yo'q. Bu safar uyaltirdi bola. Shu kerakmidi bizga? Johnson, Mattelstadt, Lookman, Odegaard. Lookmanni olamiz biz. Extra time'dan
Extra time'dan shunaqa gaplar. Lookman nima degani? Look qara degani ingliz tilida. Man erkak. Erkakka qara degani. Nima degani? Ingliz tilini biladiganlar yozib yuboraylik. Like-ni ham bosib qo'yinglar. Lookman. Nima bu qani? Soti. Qanaqa klub bu? A seriyada qanaqa klub bu? B. Lookman qayerda o'ynaydi? Qay makonda o'ynaydi? Lookman janob oliy. Lookman janob oliy. Ramazondan bizga logo berar ekan. Yaxshi. Qani Martinsni, Palmerni ko'raylik chistadeskan. Tarkibini ko'ringlar o'rtoqlar. Tarkibni ko'ringlar bir. Qalay tarkib? Yomon emas-a? Tak. Xo'sh, Martins va Palmer. Tak. Pruzon bo'lmadimi u? Qani Martins ko'ramiz statistikasini. Tezlik yaxshi, zarba yaxshi. Hop. Tezlik yomonmi? Asatak. Ko'ramiz. Qonxo'r vahshiy Ronaldoni o'rnini bosa oladimi? Yo'qmi? Cole Palmerni ko'ramiz. Cole Palmerda hammasi dahshatli. Ronaldinho bo'lmaganda asosiy tarkibda albatta tushadi. Lekin bizning tarkibimizga tusha olmaydi. Xo'sh, bugun biz Martins va Palmer katta paklardan ushladik. Shuni yomon bo'lmadi. Tarkib mana shunaqa. Garrincha, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Beckham, Tax janob oliylari tushgandi 3 mintalikdan o'tgan safar. Uni videosini qo'ymadim. Pedro Porro, Campbell, Di Marco va Martinsni oldim. 4 tadan bittasi tanlash imkoniyati. Darvozabon kerak edi. Tarkib shunaqa hozircha. Shunaqa gaplar do'stlar, yana nima gaplar? Sizlarga Chempionlar Ligasi yaqin kelmoqda. Chempionlar Ligasi yangi Sambisa Chempionlar Ligasiga ham qo'shilishi mumkin. Ha. Chempionlar Ligasining dahshatli o'yinlari ham shu hafta, keyingi hafta kelmoqda. Keyingi chorshanba Liverpool PSG dahshatli o'yin bo'ladi do'stlar. Hammani FIFAda kutaman. Kommentda kim tushganligi, kimni ushlaganiga, qanaqa tarkib, nimalar maslahatlar, savollar yozinglar bemalol va like bosib qo'yinglar. Like. Bu pulli emas, bepul hozircha. Keyin kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar, kanalga. Bu muhim biz uchun. Podpishkada bo'linglar. Rahmat, hammaga omad.